Salam, hürmetlik dostum. Keşlikiniz hayırlik bolsun. Ushbu damlarda yana sizga xizmatda bo'la olganligimdan o'zimni intayin baxtli his qilib turibdiman. Men hozir markaziy shahar Urumchida turib, siz bilan mungdishyapman. Bugun o'zining barchasini farzandiga tasadduq qilishdan baxt izlaydigan suyumlik ota-onalar nomidan aql tepish yo'lidagi farzandlarga yozilgan mundaq bir parcha sizlar bilan o'rtoqlashishni to'g'ri topdim. Bu bayonlarning ota-onalarga yarg'an bo'lishini hamda suyumlik ini-singillarimni o'ylantira olishini umid qilaman. Balam, qarsam chiroying tutilib, osonla chechildigan, achchiqlaydigan bo'lib qolding. Tunugin oqshom seni topshiriq ishlashga jo'rigan edim. Sen sal terikib qolding. Nimancha qistaversan? O'qimoqning qanchalik azobligini sen bilamding? deb solding. Men albatta bilaman balam. Ammo men seni tamoqqa zo'rlamasam zo'rlamaymanki, ammo o'qishga cho'qim zo'rlayman. Mayli uning qanchalik azob bo'lishiga qarab o'ltirmayman. Men yashab mushashqi keptiman. Hozir qarsam 20 yosh vaqtimdagi nurg'un qarashlarim uzil-kesil ag'dirilib ketdi. Ammo cho'qim yaxshi o'qish kerak degan bu qarashda ehtimalim toki o'lgicha chang turaman. Bir necha kun ilgari bir necha do'stlar chaqchaqlashib o'ltirib bir hisobot so'qib qoldik. Bir bola boshlang'ich maktabdan boshlab toki to'liq kursini bitirguncha 16 yil vaqt ketadi ekan. Navoda bu 16 yil ichida u o'qimasdan pul xarjlasa, ondan sirtga chiqib pul topsa, ilgir keyin bo'lib hisoblab ko'rsak, oz deganda 500 ming yuan topadi ekan. Ammo har birimiz bu 500 ming yuandan voz kechishga rozimizki, farzandimizni qanchalik jafoliq bo'lsa-mu, cho'qim o'qishga majburlaymiz deyishdik. Bizmi ahmaq emas bolam? Balllarımızdan ko'ziga sat ko'rinib qoldigan bu ishqa nima uchun buncha vala chaplashib olamiz? Chunki o'qish hayotga silingan eng yaxshi mablag'. Shundaqla dunyodagi eng parlaq, eng yaxshi yo'l. O'qiganning foydasi bor. Senmi mendek buningga qat'iy ishonishing kerak bolam. Jinim bolam. Bilim, sen yaşayotgan bu dünyadaki özünü qo'g'diyolaydigan birdan bir qoral. Bu qoral ambarda sana nima lazım bo'lsa shu ba. U orqali nimani arzulasang, shuningga erishib yashay olaysan. Yiroqqa mangsang aeroplan, daryo dengiz atlamoq bo'lsang paraxod, shahar atrofini aylanaydisan mashina. Ammo bilimingning tayini bo'lmasa, bir tashlandiq yig'ash kiyimigami erisholmaysan. U chaqda 3 metr kenglikdagi kichikkina bir iqinmi seni yo'lingdan to'sib qo'ydi. 1000 chaqirimning yerisiga o'tib yiqishga bir umr petin olmaysan. Balam, albatta men hozir sen o'rganayotgan bilimlaringning hammasi asqatudo deb aytolmayman. Ammo uning mutlaq ko'p qismining sana bir umr asqatadiganligiga ishonaman. Keyingi bir kunlarda balkim persent degan bu so'zni sana adabiyot muallimi o'rgatdimi yoki matematika mualliming o'rgatdimi, buni unutib kelishing mumkin. Ammo sen mushu so'zning o'zini sonsiz qatim ishiltsan. Hattoki bir umr bu so'zdan ayrilolmaysan. Balam, oddiy yozsang mayli, ammo nodon bo'lib qolma. Jafo cheksang mayli, ammo iqtidorsiz qolma. O'zgacha yozsang mayli, ammo havassiz qolma. Mag'lub bo'lsang mayli, ammo umidsiz qolma. Buning birdan bir yo'li dal obdan o'qishdir. Bilim va kitob insonlarning eng qimmatli boyligi. Uningda dunyodagi eng qaltis, eng nochi minglarning zehni, qobiliyati mujassam. Sen hozir dal mushu boylikqa yaqin turyapsan jinim bolam. Mehnat singdirishga uni sangla, uni bir umr o'zingning qilib olaysan.
aqlliq bo'lsang, bu savdodan qanchalik foydaga erishalaydiganligini bilalaysan. Ming bir mushaqqatlarni tortishga to'g'ri kelsimi, uni imkon qadar ko'proq o'zingning qil va g'oliblarcha elib ket. Bu guharlar sening qimmatingni hassilab oshiradi. Ular bo'lmasa, sening qimmating bir jup qo'ling va qari kuching bilan ko'payilishi mumkin. Uningga erishsang, sonsiz ot kuchiga erishalaysan. Chunki sana sonsizligan katta kishilar unsiz tirak bo'ladi. Kelgusidagi ma'lum bir kuni sen bu dunyoni haqiqiy ma'nodagi bir go'zal dunyoga aylantirishing mumkin. Shu chaqda o'zingning go'zallik dunyosiga tutashgan ishik biletiga erishganligingni bayqaysan. Mana bu sening hozirgi o'qish yo'lida tortgan ming bir mushaqqatlaringga berilgan g'oya zo'r in'om. Shunga suyimlik balam, texmi g'ayrat qil. Balkim bakli charchab ketgansan. Ammo kelgusida hamma gullar po'raklab ichilsa, hamma jazman intayin go'zal bo'lib ketadi.